Nivea qora va oq 72 soat himoya. Iz, dog', ter, hid va teri bezovtaligiga qarshi. Nivea qora va oq. Nivea teri uchun. Bonu Ikromova haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. To'liq ismi Mehriniso Bonu, familiyasi Ikromova. Rapunzel laqabli klichkasi bor. Millati o'zbek. Hozirda 22 yoshda. Bloger va aktrisa. Bundan tashqari o'zbek jang san'ati bo'yicha trener va shu sport turi bo'yicha qora belbog'i ham bor. 100 tagacha shogirdlari bo'lgan. O'rta Chirchiqda tug'ilgan. Oilada 3 ta farzand, bitta opasi va ukasi bor. Mittalar jamoasining a'zosi. Mittalar jamoasiga kelishni Ulug'bekni o'zi xohlagan. Jamoaga endi kelganida 134 mingta obunachisi bo'lgan. Turmushga chiqmagan, o'rtahol oilada tug'ilgan. Yoshlikdan san'atga qiziqadi. Zo'r TVning bir nechta ko'rsatuvlarida ishtirok etgan, lekin bu ko'rsatuvlarga bepulga chiqqan. Millionning konsertiga ham chiqqan va shu orqali ommaning e'tiboriga tushgan. Rus tilini biladi. Umuman sochini oldirib tashlamagan. Jahongir Xo'jayev bilan bitta sportda shug'ullanishgan. Otlarni juda yaxshi ko'radi va yoshlikdan o'zining oti bo'lgan. Yoshligida Miraj laqabli yaxshi ko'rgan oti o'lib qolgan. Siqilgan paytlarida otning yoniga borishni yaxshi ko'radi. Mitlar jamoasidagi G'ulom bilan juda yaxshi kelishishadi va hamma ularni juftlik deb o'ylagan. Cho'chimen G'ulomjon gapi juda mashhur bo'lib ketgan. Cho'chimen G'ulomjon. G'ulomning to'yidagi videosi deyarli 15 million prosmotr olgan. Mashhurlikka erishgandan keyin sovchilar juda ko'payib ketgan, lekin hali turmushga chiqish rejasi yo'q. Bor yo'g'i bittagina intervyu bergan. Xarizmasi kuchli bolalarni yoqtiradi. Instagram stories narxi $400, post narxi esa $1200. Onasi doim Bonuni qo'llab-quvvatlaydi. Shaxsiy mashinasi yo'q. Kompyuter o'yinlarini yaxshi ko'radi. Shu o'yinlar orqali bir qiz bilan do'stlashib qolishgan va Bono o'sha qizning to'yiga Moskvaga borgan. Farhod Mannopovni eng yaxshi bloger deb biladi. Mitlar jamoasi bilan oxirgacha qolish niyati bor. Onasini umraga jo'natgan. O'zining shaxsiy uyi va mashinasi bo'lishini orzu qiladi. Adrenalin ichishni yaxshi ko'radi. Shvetsariyaga sayohat qilishni maqsad qilib qo'ygan. Yunka bilan urushmoqchi va bu jangni sababchisi G'ulom hisoblanadi. Yunkani o'zi ham Bonoga urushish taklifini bergan. Yunka bu jang uchun zalda shug'ullanyapti. San'atni o'zining hobbisi deb biladi. San'atdan pul topishdan oldin trenerlikdan pul topgan. Bu yo'nalishda o'qimagan. Juda ham ko'p yig'laydi. Saturn Bonuni meni darajamda emas degan. Porsheni yaxshi ko'radi. Reklama videolaridan oyiga $10,000 gacha pul topadi. Real Madridning fanatkasi. Ronaldoni yaxshi ko'radi. Hayvonlarni juda ham yoqtiradi. Quroldan o'q otishni ham biladi. Shu vaqtgacha biror marta qizlar bilan urushmagan. Oxirgi marta kollejni bitirgandan bir bola bilan urushgan va o'sha bola Bonuni ustidan yozib yorgan. Mitlar jamoasiga kelganidan so'ng postlarni milliondan ortiq odamlar ko'ra boshlagan. Storieslarni esa kamida 300 mingta odam tomosha qiladi. Achchiq narsalarga allergiyasi bor, lekin marojna bilan achchiq qalampir yeyishga majbur bo'lgan. Eng yaxshi ko'radigan ishim yosh bolalar bilan ishlash deb aytgan. Bir nechta kliplarning jang sahnalarida qatnashgan. Gelikni yoqtirmaydi. Sportivniy mashinalarni yaxshi ko'radi. Bir oy oldin o'zining YouTube kanalini ochgan va hozirda 33 ming obunachiga ega. YouTube kanaliga shortslar bilan hisoblaganda 104 ta video joylagan. Bononing TikTok akkaunti ham juda faol va u yerda trendlarni olib yuradi. Hayotda ozgina asabiyroq, Mubin Loloni taqlid qilgan. Milliy kiyimlarini yaxshi ko'radi. Davleniyasi bor. Uy ishlarini o'zi qiladi. Ingliz tilida gapirishni ham yorvoradi. Take picture. Radius 21 ning unutolmadim qo'shig'ini yaxshi ko'radi. Shopping qilishni va unpacking qilishni ham juda yaxshi ko'radi. Kechqurun sayr qilishni odat qilib olgan. Counter Strike 1.6 ni haligacha o'ynaydi. Instagramida 1 million obunachisi mavjud va 117 ta post joylagan. Tailand, Misr va Rossiyaga sayohat qilgan. Eng yaxshi ko'rgan guli Lola. Bonu rap ham aytgan. Jahli chiqqanida hattoki telefonni ham otib yuboradi. Umuman kitob o'qiy olmaydi, chunki uxlab qoladi. Kino ko'rishni yoqtirmaydi. Tug'ilgan kunlar bilan tabriklashni o'lgudek yomon ko'radi. Absolyutni hamma joyga kech qolib boradi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog', salomat bo'ling.